Mashinangiz motori qaynab portlab ketmasligi, konditsioneringiz esa yozgi kunlarda maksimal effektiv ishlab berishi uchun siz bu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak. Dvigatelli sovutish radiatori mana bunaqa ingichka alyuminiy trubka hamda 0.8 mm folgadan yasalgan lamelyalardan iborat. Agar lamelyalar bukilib havo yo'li yopilib qoladigan bo'lsa, radiator ichidagi antifrizni yaxshi sovutib bera olmaydi. Agar antifriz yomon bo'ladigan bo'lsa yoki disvada quyib qo'ygan bo'lsangiz, tez orada alyuminiy trubkalar chiriydi va ular yorilishiga olib keladi. Bu esa dvigatelni juda ham tez ishdan chiqishiga olib keladi. Konditsioner radiatori esa yassi trubka hamda uni orasidagi folgadan ishlangan gofr lentadan iborat bo'ladi. Agar lenta pachoq bo'lib qolgan bo'lsa, buni ichidagi juda yuqori temperaturadagi 28 bargacha bosimga ega bo'lgan antifriz sovib ulgurmaydi. Demak, konditsioner yaxshi ishlamaydi. Mana bu yassi trubka dahshatli bosim ostida ishib, yorilib ketguncha tekshiriladi. Maqsad uni payvand qilingan joydan yoriladimi yoki metalni o'zi chiday olmaydimi degan savolga javob berish. Agar sifatli radiator kerak bo'lsa, bu Luzar bo'lishi kerak. Chunki faqat Luzar O'zbekiston bozorida o'z mahsulotiga naq 2 yil kafolat muddati beradi.